Assalomu alaykum azizlar. Musofir yo'li kanaliga bitta kanal video qo'yishga qaror qildim. Xullas, muammo Slins bo'yicha O'zbekiston fuqarolari, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari chet elda yurgan, Rossiyada, umuman Rossiyada yurgan. Chunki o'zim shu yerda Rossiyadaman. SIM kartalar ishlamay qolyapti hozir. SIM kartalar ishlamay qolyapti. Sizlardan bitta narsa, mana shunaqangi налоговый teraslar, xullas налоговый fond deb yozsalar navigatordan ko'rsatadi adresini, qaysi rayonda turgan bo'lsalar, o'sha hamma rayonda bor. Borasizlar, birinchi mana bunaqangi oldin shunaqa berar edi, hozir mana qog'ozda beryapti ekan. Xullas, mana qog'ozdagi slinsni olasizlar, gosuslugiga skachat qilasizlarda, gosuslugini registratsiya qilasizlar. Keyin Sberbank yo VTB kartalaring bo'lsa, kirib turib registratsiyadan o'tasizlar. Face ID basharani Face ID qiladi, keyin sifrlar aytkizib aniq qiladi, proverka qiladi. Ikkalasidan o'tganlaridan keyin bazaga tushadi danlaring, sim kartalang qulflanmaydi. Agar sim karta bermaydigan bo'lsa, sizlarga borib bemalol olib kelishlaring mumkin bo'ladi. Yana bitta brat kirib ketdi. Xolos, ochiladi ekan juda katta. Sizlarga foydasi tegadigan maslahat deb o'yladim. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib so'rasizlar. To'lig'ini men kanalga qo'yaman, xudo xolasa.